Hamma Telegram orqali gruppalarda bir-biri bilan yozishadi. Sinfdoshlar, qarindoshlar va boshqa tanish-bilishlar. Lekin Facebook orqali siz gruppa ochishni o'ylab ko'rganmisiz? Aynan shu mavzu bo'yicha bugun biz gaplashamiz. Facebookda profil ochish uchun unchalik qiyin emas. Bu haqida bizning videomiz bor. Bu video kompyuter orqali Facebook grupp ochish haqida bo'ladi. Shuning uchun kompyuterimizni ochamiz. Kompyuterimizni ochganimizdan so'ng o'zimizni xohlagan brauzer orqali, xohlasak Chrome, xohlasak Yandex, o'zimizga qulay brauzer orqali Facebook profilimizga kirib olamiz. Va bu yerdan biz chap tomondagi gruppi degan bo'limni bosamiz. Bu yerda esa bizni o'zini maxsus interfeysiga olib kiradi. Bu yerdan создать новую группу degan bo'limni bosamiz. Xo'sh, endi mana gruppa ochish jarayoni boshlandi. Bizdan naзвание группы deb so'ralyapti. Ya'ni bu gruppaning nomi hisoblanadi. Gruppaning nomini o'ylab topamiz. Misol uchun sinfdoshlar. Lekin ularni yig'ish juda qiyin bo'ladi. Qancha bandasiga emas, ularni yig'ish. Hazil albatta. Sinfdoshlar deb yozib olganimizdan so'ng, pastdagi kategoriyada bizni gruppamiz qanday ko'rinishda, ya'ni qanaqa kategoriyada bo'lishini bizdan so'ralyapti. Bu yerda общественная группа, ya'ni общедоступная группа. Bu yerda hammaga do'st bo'ladi, ya'ni hech qanaqa so'rovsiz, siz adminsiz, misol uchun, sizning ruxsatingizsiz gruppaga xohlagan foydalanuvchi bemalol o'sha gruppaga qo'shilishi mumkin. Закрытие kategoriyasida esa, ya'ni bu yopiq gruppa hisoblanadi. Ya'ni gruppaga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar sizning ruxsatingiz bilan gruppaga qo'shilishi mumkin. Ya'ni sizga dostуп so'raladi. Dostupni bersangizgina u odamlar gruppaga qo'shilishi mumkin bo'ladi. Endi biz tanlashimiz kerak. Bu yerdan mayli закрытие, ya'ni yopiq guruhni tanlaymiz. Undan so'ng yana bitta bo'lim bor, ya'ni видимость, ko'rinish. Bu yerda видимая группа, ya'ni poisk orqali sizning guruhingizni topishi mumkin xohlagan odam. Skrytие qilib qo'ysangiz, hech kim uni poisk orqali ham topa olmaydi va hech kim u gruppani ссылкасыз qo'shila olmaydi. Biz mayli видимая группа qilamiz. Пригласить друзей не обязательно. O'zingizni, do'stlaringizni guruhga taklif qilishingiz mumkin. Biz hozircha taklif qilmaymiz va создать knopkasini bosamiz. Mana bizni guruhimiz ochildi. Bu guruhni orqa fonlarini, o'zini shapkasini, ya'ni avatarkasini, undan tashqari boshqa sozlamalarini keyingi videolarda ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Hozirda esa bugungi darsligimiz mana shundan iborat edi. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizda qandaydir taklif bo'lsa, qaysidir messenjer orqali sizda muammo bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoling. Biz albatta bu muammoni yechib beramiz. Hammangizga e'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizlar bilan UzSocial, ya'ni Umarxon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha.